Voy, ertalab tushdi-yu, soatni ko'ray. Avval yuzni yuvib olamiz. Ana bo'ldi. Nima? Soat nechi bo'pti? Qani ko'raychi. 7. Voy, уже 7 bo'pti. Tezroq. 7 bo'pti do'stlar. Do'stlar 7 bo'pti. Yomon-ku. Narsalarimni olishim kerak. Ovqatimni olaman. Voy, to'xtanglar. Hozir. Salom do'stlar, sizlar bilan men Misjini. Bugun sizlar bilan Salom do'stlar. hozir biz maktabga borishimiz kerak, ammo biz kech qolibmiz. Birinchi kundan albatta juda ham zo'r. Tezroq borish kerak. Salom do'stlar, sizlar bilan men Fiyazoro. Biz maktabga kech qolibmiz. Tezroq borishimiz kerak. Mana maktab. Doskaga turg'izib qo'yadi ustoz. To'xtanglar, men yangiman. Men topolmay qoldim. Voy, ustoz urishib beradi yoki kunalik kunga 2 qo'yib beradi. Yomon. Voy. 2 3 Maktabga yugur. Yugur. Ketdik. Birinchi soat nima dars edi? Birinchi soat matematik. Qani bu yoqqa Kiramiz. Assalomu alaykum, siz kirishga mumkinmi? Voy. Kiraman. Assalomu alaykum ustoz. Kirishga mumkinmi? Voy. Qayerdan kelib bo'lmadim mayli. Assalomu alaykum ustoz, kirishga mumkinmi? Nega kech qolding? Uxlab qolibman ustoz, kechirasiz. Tezroq. Boshqa qaytarmasin. Xo'p. O'quvchi shekilli do'stlar. Hop, yozamiz. Yangi uchkani qaranglar do'stlar, tilla. Wow. Da yozamiz do'stlar. Yozamiz. Yaxshi. Yaxshi. 12-may. Vazifani qildilaringmi? Ha, ustoz. Ha. Olib kelinglar. Mana ustoz. Men yangiman qari. Nima bo'lyapman? Olaverayman. Video to'xtat. Hozir do'stlar birozdan keyin olaverayman ustoz. Nechi qo'yibdi? U to'r, yaxshi, normalniy. Buguncha. Xo'p. Bizdagi yangi o'quvchi. Jeni, sen chiqa qol. Chiqaryapti do'stlar. Ustoz. Maktab 48 ga 48 ni qo'shishni ishlar. 48 ga 48. Yozamiz. 48 qo'shuv 48. Bu varaqqa o'tamiz. 48 ga 48 necha edi? 48 ga 48. Ustoz, ishlab bo'ldim mana. Yaxshi. O'tir. Fiyazoro, sen chiq. Xo'p, ustoz. Endi sen 59 dan. Ha? To'xta, yo'q. 58 dan 58 ga 9 ni qo'sh. Do'stlarga yoz bo'l. 67. Ana ustoz. Yozib oldim. O'tin.
borish kerak. Keyingi darsga ketdik. Hop. Keyingi dars ketdik. Kerak emas, kitoblarimni tashlab ketaman. Ustoz kirishga mumkinmi? Kim? Kerak kitoblarimni tashlab ketaman. Faqatgina bitta dars qoldi-ku, badu. Do'stlar, hozir ingliz tili. Assalomu alaykum, siz kirishga mumkinmi? Kim? Yaxshi, yerga mashq qilamiz. Hop. Yozamiz machga. Ustoz? Bugungi mavzu nima? Voy, daftarim tushib ketdi. Dogs and bats. Ustoz, mavzuni yozib bo'ldim. Ana. Qarab tur, ustoz, ham buni tagilab qo'ydi. Dogs and bats. Nima degani bu do'stlar? Ustoz, o'tiraveraymi? Yozamiz. Mana ustoz. Ko'ring. Ustoz, men ham yozib bo'ldim. Mana, ko'ring siz. Yaxshi, bo'l. Xo'sh. Alo. Bolalar, hozir xohlagan narsalarni qilib turinglar. Men gaplashib olay. Xohlagan narsam. Nima qilib turaman? Voy. Men soat ko'raylik. Qani? Yaxshi. Soat hali ham 7larda. Jiring. Ketek, yugur. Va, yugur. Shunaqasi ham bo'ladimi? Qayerda edi? Polkanga. Qaysi polka edi? Katta tanaffus. Kitoblarni qo'yaman, keyin ovqatlanib, oxirgi jismon bo'ldi. Keyin ketaman. Yaxshi. Voy, men tushga olib kelmaganman-ku. Nima qilaman? Pulim ham qolib ketibdi. Mayli. Xo'p. Qo'y. O'quvchilar albatta bor, hammasi ovqatlanishyapti. Qanday go'zal tabiat. Lekin kech tushyapti. Nima qildim? Mana dodim aka, hammasi yaxshi bu yoqqa o'tirib olaman. Mazza. Salom qizlar. Sana g'alatiroq ekan. G'alatiroq ekan. G'aybat qilishni necha bilaman. Tavba qildim. Hop. Jiring. Voy. Ustoz. Jismon tarbiya ustoz kelganmi? Yo'q. Dars bo'lmaydimi? Yo'q. G'alati ekanmi bular? Men ketdim. Tavba qildim. Kecham tushib qolibdi, tezroq uyimga bormasam. Yaxshi. Ovqatlanib Birinchi oldik. kunim unaqa zo'r o'tmadi. Endi voy, firmani qornim ochib ko'rishim kerak. Ovqatlanib olay desam, voy, menda borib yaxshisi narsa sotib olib kelaman. Telefonimni ham olay.
Voy. deb. Hop. Soat endi 8 bo'pti. Borsam bo'laveradi. Voy, bitta magazin bor ekan. Kim bor? Kim bor? Odam chaqiryapti. Tezroq yugur. Bu magazinda kimdir bormi? Voy. Nima kerak? Ovqat bormi? Ha? Qanaqa ovqatlar bor? Ko'rsing. Hozir olib chiqaman. Ana sinfdagi bolami? Tavba qildimmi? Mana shular bor. Go'sht. Tarvuz, olma, keyin tog' go'sht sho'rva, lag'mon, go'shtli lag'mon, keyin olma, kuch beradigan, keyin tog' go'sht, non. Va non bering. Qancha bo'ldi? Bittadanmi? Yo'q. Ikkitadan. Xo'p. 9 ta almas bo'ldi. Hozir beraman. Mana, ye. Voy. Mana. Olamiz. Mana. Mana. Rahmat. Arzimaydi. Xo'p, pulni solamiz. Voy, bitta hamyonimda joy qolmadi, bu yoqqa solamiz. Xo'rlashib ketdi. To'yib qoldim-ku. Mayli, ertaga. Voy, telefonimga qo'yib qo'ydim. Xo'p, Ovqatlar olaman. hali ertaga ham bo'lish kerak. Telefonimni oldim. Voy. Hop, Ay, kecham shu qopdi-ku. Birpas telefon ko'ray. ana bo'ldi. Tezor. Yangiliklar yo'q. 3 karra tezor, lekin mayda tezor. Mayli ko'raylik. Telefon qilyapti. Allo. Yaxshi. Qaniysan Munis? Yaxshi. Uxlaymiz. Hamma narsa. Sen maktabimizga qaytib keladigan bo'ldingmi? Bilmasam. Hozir bugun boshqa maktabga bordim. Birinchi kuning qanday o'tdi? Yaxshi bo'ladi. Nimaga O'zimiz maktabchalik emas ekan. Ustozlar qandaydir urishadimi? Tavba qildim. G'alati ekan. Voy, sura. Shuning uchun o'zimiz tomonga qaytib yaxshi edi. Voy. Nima qilay? Voy. Adam ruxsat bermaydi. Shu maktabda o'qigin deyapti. Mayli. Ko'ramiz-da. Ko'ramiz. Mayli, bo'pti. Ketishdi Razim o'g'irligini. Mayli. Yaxshi uxlab qo'yish kerak. Rosa og'irrasin. Juda charchadim. Ozgina uxlab yotay. Voy. Qandaydir. Voy, do'stlar, nima bo'ldi o'zi? Tushib ketdimmi? Voy, tushmadim, mayli. Mayli, do'stlar, uxlab turgandan keyin voy. Uxlab olgandan keyin videoni boshlayman. Boshlaymiz. Va ertalab ham tushdi. Soat yaxshi 6:30. 3 daqiqa, 3 minut qolgan ekan. Sal qolsa ustozdan gapni shunaqa eshitardim. Ketdik. Yugurdik. Ya mujik сказала. Bugun havo yaxshi ekan, demak. Kimlar bu musurkasi? Suyak. Ko'nglim ayniyapti. Boramiz ozgina. Yaxshi.
Yaxshi. Ovqatni bu yerga, pullarimni bu yerga. Bugun Telefonimni oldim, ketdim. kiramiz. Ustoz kirishga mumkinmi? Do'stlarim bilan salomlashmoqman-ku. Ustoz kirishga mumkinmi? Ha, kir tezroq. Qadam edik. Yana kech qolganingizda dadalay chiqardim. Va mening maktab kunining ikkinchisi. Bo'ldi. Mayli. O'tiramiz. De yozamiz. Men kech qolaman bugun. Men bugun kech qolaman shekilli. Aniq kech qoldim shekilli. 8:01 bo'pti. Ana aniq gap eshitaman. Yangi xonada bo'ladi. Kitoblarimni olsam. Uyga kiramiz. Voy. Xonaga. Hop. Do'stlar, hozir nima bo'ldi? Men tushunmayapman. Ustoz kirishga mumkinmi? Ha, kiraman. Yaxshi, bugun kech qolmading. Bo'lmasa, peshonangga 2 qo'yaman. Hop. Vaqtimda keldim. Vaqtida. Assalomu alaykum, siz kirishga mumkinmi? Nega kech qolding? So'z shunaqa bo'lib qoldi. Boshqa qaytarilmasin. Bo'pti, o'tir joyga. Yana qaytarilsa, kundalik kuniga 2 qo'yaman. Bittaga sizni to'g'ri qildim, g'alati ekan. Bundan keyin test yozamiz. hop, ustoz. Sizlarga bittagina misol beraman. Ishlolgan odamga 5 qo'yaman. Bo'pti, ustoz. Yozib olinglar. 5447.805 ayrilgan 5405. Javobi hop. Nima dedi hozir? Hop. Bo'ldim. Ustoz, bo'ldim. Ana. Kalkulatorda ishlayveraman. Tayyor. Oldim, ustoz. Ha, ustoz, tekshirib bering. Kalkulatorda ishlavdingmi, nima bo'la? Yo'q. Qayerdan bilasan? Mayli. Men o'zim yaxshi o'qirdim. Mayli, 5. Bor joyga o'tir. Siz Darsiga keyingi soatga kiringlar. Men vashshi maktabga telefon olib kelmayman, bilasizmi shuni? Bo'pti, tezroq keyingi soatga kiringlar. Bo'pti, ustoz. Assalomu alaykum, siz kirishga mumkinmi? Ha, endi kirishga bo'ladi. Ustoz? Ha! Degan bilan ustoz. Voy, bu yerda umuman javob Ustoz, bugun tez olamizmi? Ha, bo'linglar, yozinglar. 2979 qo'shilgan 35 barobar nechi? Qarachi. Ishlaysizlar, shularni keyingisini aytaman. Voy, hatto ekan-ku. Voy, men sizlarga matematika deb o'ylabman. Ona tilaydi. Voy. Bo'pti, bo'lmasa sizlarga matn aytaman. Ayting, ustoz. Bo'pti. Xo'p. Bo'ling tezroq. Ayting. Tezroq. Ayting. Vatanimiz juda ham chiroyli va bu safar shuni bilib qo'yinglar. Bizning vatanimizda juda ham ko'p narsalar bor. Bizning vatanimiz gullab yashnagan yam-yashil xona bo'lib, u juda ham chiroyli va musaffo. U bizning kundigimiz qoni to'kilgan maskandir, bilib qo'yinglar. Voy xudoyim. Ustoz, yozib bo'ldim. Do'stlar, juda ham g'alati. -5 bo'ldi, keting. Mana, ustoz. Xo'p, to'g'ri. Keyingi soatga yugurdik. Mana endi. Yiring. Voy, katta tanaffus. Keyin yana o'sha xonada o'tirganmiz. Ovqat yeb olishim kerak. Voy, bola, kel. Qoch bu yerdan, ket.
Yo bola, bor joyingga. Nima qildim? Qayerga ketib qolding? Ko'chaga. Voy. Voy, nima Senga bor ovqat senga? Yo'q. Nima qildi hozir? Yuzimga eshik yopib qo'ydimi? Tavba qildim. Katta tanaffus. Mana shu yerda adashyapman. Mazza. Bularda ham yeymiz. Mazza. Jiring bo'ldi. Endi Bir pasda kirishga bo'ldimi? Ustoz, ustoz, keyingi soatda aytavering bemalol, tayyormiz. Reymi? Kim xabar qilyapti edi, bak. Voy. Tabii. Ustoz qari mana menga gapiraveryapti. Xalaqit beryapti yozishimga. Bo'ldi. Sizlarni joylarni aralashtiraman. Xo'sh. Elin, sen sabr bilan o'tirasan. Sen esa yangi kelgan qiz bilan o'tirasan. Xo'p, ustoz. Tavba qildim. Nima qilyapti? Bu nima qilgani? Ustoz, yozib bo'ldim. G'alati bo'lib ketyapti. Mana ustoz. Voy. Bu kimniki? Voy. Sen nimaga uni daftarga olib qo'yding? Yo'q, siz bermordingiz aralashtirib. Adashganman men. Yaxshi, yozdik. Yozamiz. Jiring. Dars tugadi. Ketdik uyga. Shunisi jonga Juda. kecham tushib qopti. Bugun men do'stlarim nima qilsa degan bo'lsalaring, bugun men bu qishloqdagi odamlar bilan qo'shnilarning kimligini bilmoqchiman. Tanishmoqchiman shunchaki, chunki qo'shnilarning kimligini bilishim kerak-ku, hali bitta merini bilishim kerak kimligini. Yana unga qattiq gapirib qo'yib bu qishloqdan haydalib ketmay. Xo'p. O'zimiz bilan plov olamiz. Ikamiz. Ketdik. Kecham tushyapti mayli. Salom. Senga bog' pishirib qo'yibdimi? Sizlar bilan sal g'alatiroq ekan. Keyin eshitishim bo'yicha mana shu tomoqni menga berishibdi, mana shu ikkalasini. Bu yerdagi har bitta fuqaro ikkitadan joy qilishi shart ekan. Men qilishim kerak ekan butlarni, ammo hozir hech qaysi o'smagan. Ertaga ko'ramiz bularni. Bo'pti, menga kerak. Bular bilan tanishib juda ham zo'r qo'ygan sizlarga. Menda kitob qolib ketdi. Nima kerak? Uka. Do'st tepaga chiqib. Mana. Keyin. Voy chiqdim. Ana, ovqatingiz. Do'st Tashladim. Bo'ldi. Endi uxlaymiz. Buko'yi.
kerak. Xo'p, endi biroz uxlab olamiz do'stlar. Kech tushgani uchun mayli, xayr. To'xtating. Ertalab bo'pti, 6 soat. Bularni solib qo'yamiz. Ertalab bo'pti. Necha bo'pti qani? Endigina 6 bo'pti. Tezroq tushamiz. Yaxshi, pul, balovatlar hammasi menda bor, ketdim. Voy. Daftarni Tomorqalarim ko'rishim. ruchkani olamiz. Keyin mana shu hali ertalab bo'lgani uchun tomorqalarni qilib qo'ya qolamiz do'stlar. Lekin bir tomondan o'zimga yaxshi. Baksak. Men oldingi shaharchamda ham kichkinagina bitta tomorqacham bor edi. Bo'lamiz. Ha, yetmaganligi uchun maktab turamiz. Voy. Tushmadi-ku. Kirishga bo'ldi. Voy, Ustoz nimaga baqiryapti? Ustoz kirishga mumkinmi? Nega kech qolding? Sizlar tezroq qilib tashlang. Yaramas. Keyingi safar kech qolsang, nega otangni chaqirib kelaman. Tushundingmi? Xo'p, ustoz. O'tir joyga. Do'stlar, menga maktabdagi fuqarolar yordam beryapti. Albatta hali erta. Do'stlar, darsga yozish kerak. Pim 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 pim. Pam pam. Ustoz, mana ishlar bo'ldi. Yaxshi, besh. Qo'yaman. Keyingi soatga qil. Uyimdan haydab borishim mumkin. Bundirlarga hozir katatanam. Bundirlar emas. Ustoz kirishga mumkinmi? Ha. Ya, ana uniki bittasi. O'ynarsan. Qo'yaman. Voy. Ustoz, ishlar bo'ldi. Men axir. Yaxshi, besh. Bor. Keyingi soatga. Hozir 3-soat. Qani ketdik soatni ko'raylik. 3-soat boshlanibdi do'stlar. 3-soat. Shunchalik ham qolib ketamanmi? Voy. Bu tugadi. 4-soat bo'ldi. Ustoz, kirishga mumkinmi? Kiraver. Assalomu alaykum, siz kirishga mumkinmi? Nega kech qolding? 4 soat hozir, bilasanmi? 4 soat. Voy. Siz meni soatim xato ekan. Xolang xato, xolang. Bo'ldimi? Keyingi safar kech qolsang, maktabdan haydalasan. Tushundingmi? O'tir joyga. Hop. Eli, siz samandar bilan o'tirishing kerak edi-ku. Ustoz, mana. Yaxshi, alo, bor joyga. 5-soat kutamiz endi. Bo'lishlari уже hamma bo'lyapti. Isjeni. Hop. Bo'l tezroq seni. O'ynab o'tirma. Bo'ldim, siz mana. Уже 5 soat boshlandi. Bilasanmi? Bitta soat xato ekan shekilli. Bo'ldimi ustoz? Kitobimni bering. Ustoz, kitobimni bering. Ustoz, menga bering. Qo'lim yetmayapti. Voy xudoyim, mayli. Keyingi dars olarman. Voy. 5-soatga katta tanaffus boshlandi. Voy, bugun ismotarbiya bor ekan. Hozir tanaffus. Keyin undan keyin ismotarbiya ekan. Qarab, isjeni daftarni, kitobini ber. Xo'p, ustoz.
Mana o'sha sen aro mana shu narsang bilan sindirib. Xo'p, ustoz, hozir. Hop. Bu yerdagi odamlar hammasi g'alati ekan. Nimaga? Miss Jenny. Man, kitobing. Ustoz berardi. Ismon tarbiyaga kirish kerak. Diring. Voy, namchi bu odam tez dars o'tadi. Tavba qildim. Bo'ldi. Qaytadan tugadi. chiqamiz. 7-soat jismoniy tarbiyaga. Siz qani? De 8 guruh aylanish. Yana ungidek yuguraveray, yaxshisi yana gapirishib qolmay. Ana ekan ustoz. 8 kuning aylan. Tavba qildim. Hop. Bir guruh. Voy xudoyim. Voy charchab ketdim. Ikkinchi guruh. Do'stlar, endi Kuchlar. do'stlar mana hozir 5-guruh. Besh. Voy xudoyim, charchab ketdim. 6 7 Chiqib ketdi. To'ydim. Bo'ldi. 8. Ustoz Bo'ldi. kirishga bo'ldi. Kiringlar xonaga. Davay. Bugun 11 soat ekan. To'ydim. Ustoz yozib bo'ldim. Mana. Yaxshi, o'tdim. Hop. Kengisini ishla. Kengisi, hop, ustoz. Hop. Dinora qo'ydim. Hop. Ozgina qornim chiqadi. Ustoz, mana kengisi. Voy, keyingi soatmi yana? Yaxshi 5. Aha. Voy. 10 soatga. Assalomu alaykum ustoz. Keyingi soat 10-soat. G'alati, biz maktab do'stlar to'g'risini aytsam, chunki o'tib ketaveradi. Ustoz kirishga mumkinmi? Kir davay. Ay, maktab ikkichi. Ha. Hop. Da. Yozib bo'ldim. Ustoz, yozib bo'ldim. Berchi daftaringni. Yaxshi 5. O'tir. Ustoz, mana Keyingi yozib soatga bo'ldim. o't. Ay, kitob. Ya. Sal qo'sa daftarimni olib berib yuborardi. 11-soat. Shu odamlarim tiqilib ketdi. Voy, kim uryapti meni? O, Jitil, xolayniki uryapsanmi? O, senlar. Urush kerakmi senlarga? Ishkal kerakmi? Yakka basharingni buzaman. Shu sen so'qan kalla, so'qrang bashara. O'tirib sovuq. Urishasanmi? Urishasanmi? Mana. Bo'ldi. Nega maktabda o'qigan yaxshi edi. 11-soat keladi.
Shunchaki. Chiqishga bo'ldi. Juring. Voy chiqishga bo'ldi. Umri yaramas. Baki somon bilan uraman. Somon oldim. O'zini aytsam, chunki bular уже nima qilsam ekan? Yaxshisi yangi maktabga ko'chaman. Bu maktab menga umuman yoqmadi. Bu yerda Tongga chiqamiz. hattoki bitta dona qiz bola bor. Sinfda esa bor yo'g'i 12 kishi. Bilmam. Ashi zerikarli. Voy. Zerikarli. Конечно, zerikarli. O'sa tatam deyman. Yomg'ir yog'yapti. Charchadim. Yomg'ir yog'yapti. Bu yerlarni Yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yog'yapti. Buq yog'yapti. Vahaha. Uy, oyog'im. Ay. qanday chiroyli. Vau. Oyog'imni urib oldim. Oyog'im. Menga balo bormadi. Tongga chiqib. To'xtating. Men korobcha tomdan tushib ketdim.